oyoq qo'li ishlamaydigan odam bor ekan. Bir kuni nolibdi, endi yotaversa ham odam siqilib ketadi-ku, endi oyoq qo'li ishlamaydi, harakat qila olmaydi, faqat gapira olar ekan xolos. Aytibdiki, bu dunyoda mendan ham baxtsiz, mendan ham nochor odam bormikin debdi. Bo'lmasa kerak, eng nochor odam men bo'lsam kerak debdi. Shunda bir kishi aytibdiki, sendan ham holati og'irroq odamni ko'rsataymi debdi. Mendan ham holati og'irroq odam bormi debdi. Bor debdi. Keyin bir joyga olib boribdi-da, ko'rsatibdi. O'ziga o'xshagan bir odam yotar ekan, oyoq qo'li ishlamaydi, ham gapira olmaydi, ham ko'rmas ekan. U aytibdiki, Allohga shukr, hech yo'qman, ko'raman, gapiraman-ku debdi. Keyin unda olib borib joyiga qo'yibdi. Kunlardan bir kuni o'sha oyoq qo'li ishlamaydigan, ko'rmaydigan, gapirmaydigan odamni oldiga uydagilar kirsa, yig'lagan ekan, yig'lab yotgan ekan. Nima bu yig'lay deb qarasa, qo'llari kesilgan qon ekan. Bu qana bo'ldi deb, endi bu qana bo'ldi deb tekshirishibdi. Tekshirishsa, chichqon qo'lni yegan ekan, yeb tashlabdi, kemirib. Allohga shukr qilish kerak, qo'llarimiz ishlaydi, gapiramiz, ko'ramiz, yuramiz. Alloh beoson qilib yaratganiga hamd sanolar bo'lsin.